Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Zaza. Bugun biz sizlar bilan 3400 almazga akkaunt prokachka qilamiz. Qani ketdi. Xullas bolalar, biz akkaunt prokachkamizni yaqinda kelgan Time magazindagi naborlarda olib chiqishdan boshlaymiz. Bizga anu qizil kerak, pushti kerak. Hop, emotsiyachi. Nimalar bor u pushti? Qizil va biznes emotsiya. Shu emotsiyadan boshqasi uncha yoqmadi menga. Xo'sh, endi biz nima qilamiz? Anuni olishimiz kerak. Oldik ham. Steni ham olamiz. Xo'sh, bularni sotib olamiz darrov. Endi biz endi nimani ko'rasizlar. Endi asosiy bo'limga o'tyapmiz. Deganlar hozir mana to'g'rilab oling. Boshqalarga boshqa ketyapti. Men xullas bo'ldi, mana shu almaz ish olganlaringdan keyin sizlar promokodlar boshqalar ishlasa sizlarga almoz beradi. Xo'p, endi biz asosiy bo'limga o'tishimiz kerak. Xullas, botda oladiganimiz yo'q. Bizga kriminal bularni ochish kerak. Bizda hozir 10 ta tekinlik papirka bor. Nima tusharkan? Bля, hech narsa tushmadi. Birinchi 5 talikka, ikkinchi 5 talik. Yana hech narsa tushmadi. $2500 almazga ochib urdik. Hop, biz ungacha jetonlar yig'ilib qoladi. Bir menga bir kamida 400 tacha jeton kerak. İşte yig'ilsam tez ochib tashlaymiz. Hop. Ko'proq jeton bersa yaxshi bo'lardi. Tushib bersa. Qani. Voy. Короче, bitta ochib o'tganimiz sababli takcha qilyapman. Keyin 10 ta 10 talik 5 ta ochib ko'raman. Oldin 10 talik bo'lardi bular. Galip. Okalarman, короче, turnir yoki almazli nimalar qilolmayman. Konkurs nima turnirni qilolmayman. Qilishga xohishim yo'q. Nimaga? Chunki men obunachilarim tekinxo'r bo'lishini xohlayman. Ya'ni almazli turnirdan kelib qolgan yoki o'sha almaz uchun bir narsa uchun kelib qolgan bo'lishini xohlayman. Men halol mehnatim orqali obunachilarni layklarni yig'moqchiman. Masalan uchun boshqalar qiladi-yu. Nechtadir laykdan keyin nima qilamiz deb. Emotsiyalarni nimalar qo'yib olaylik. Bo'ldi. Mana shu ikkita naborni oldik xolos. 3400 almazga mana shu ikkitagina nabor oldik. Chivordik deb. Yana open case qilaman yerlar, yana open case qilaman. Yana. Короче, anu ketdi. Anu promokodimiz ishlab. O 96 almaz berdi. 5%. 20%. Oldu. Şuradan kaçarmayayım şunu. Şu bilan jigarlar yanım oldik. Evo olmadik-ku. Olish kerak edi Evo. Evo olish kerak edi o'zi. Bilasayman, Evo olish kerak edi. Men to'g'risam kutib qo'ygan lekin menga anu M14 bor, qani Dragon qizil ajdar o'shani kutib bilasayman. Bo'ldi, olingan hech narsa qolib ketmadimi? O'zbeklar bor bilan. Ikkitadan bor bilan bitta oldi. Hech narsa qolmadi. Qayda? Shuni to'g'rilamiz. Hech narsa olmadim. Atiga 300 ta jeton yo'q oldim. Nasib bo'ldi chunki bugungi open case, chunki men hamma omadan ishlatib o'rganman. Ana kriminal ko'ryapsizlar. Kriminal hali boshida ko'rdinglarmi videoda? Tushib qolganda o'sha tekinga. Tekinga emas, 135 almazga. Qancha kerak ekan? 3400 almaz kerak biля. 100 almazimiz bor. Uni ham ishlatib o'raman. Ana nima ikkinchi promokodim kelsa. Shu bilan bolalar, bizani videoyimiz oxirlab qoldi. Atiga 4 minutli video, qisqa, biroz zerikarli.
Lekin bu mani endigina boshlang'ich videolarimdan. Keyingi videolarda sizlarni kutib qolaman. Mayli, sog' bo'lasizlar. Hammaga xayr.